Do'stlar, assalomu alaykum. Bugun 1-may, hafta kuniga payshanba. Novvoslarning holati to'liq bir hafta bo'ldi. Bugun yemga o'tganiga. Qizilni birinchi videolar bilan solishtirib ko'ringlar, qanchalik o'zgarganini. No'xta yotishibdi. Soat 2:30 bo'lyapti. Oxirida ozuqasi turibdi. O'zlariga olishlari, yeyishlari zo'r. Eng birinchi tayyor bo'ladigan novvos. Taxmin qilinglar, necha kilo? To'ri 170 ko'ryapman do'stlar. Biladigan akalarimiz izohlarga yozib yuboringlar. 15 kun atrofida bu ketadigan o'xshab turibdi. Ularga bor holagicha. Rosa oladigan vaqtiga keldi bular. Bu olingandan keyin 2 oy polni o'sdi, cho'zildi. Bu bo'lsa olinganda oyog'i og'riyotdi, 1 oy yeyishida ham bir dadillik bo'lmadi. O'shana bo'lib endi tuzaldi oldin orqa oyog'i buni. 1 oydan keyin tuzalgan. Shundan keyin novvos o'zgarishni boshladi. Holat. On 13,5 olingan novvos, 13,8 ga olingan novvos, 14,2 ga olingan bu qora. Bu sorti bo'lay buni, shaxi yo'q. Rangi ham qoralik uchun ozgina qimmat olingan. Oxirida yemini ko'rsataman sizlarga ham. Oxirigacha somonli ratsion yemlar turibdi. Tur soat vaqt bor hali novvoslarga qarashga. Ungacha hali bemalol yuborishadi. Aytgancha 3-qop tugar, 4-qop ochildi. Yemlar qattiq ketyapti. Mayli, sog' salomat bo'linglar. Sizlar bilan Abdurahmon Vali bola kanalida.